Biz Shahrisabzdan uyimizga qaytayotgandik, mana masjidimiz. Bizga sovg'a berishdi, mana Golden Lavash degan joydan. Aytavering buni. Mana kilo tudik. Gold Lavash firmasidan akalarimiz mana sovg'alarni ulashdilar. Kutmagan edik. Ming rahmat. Mana shu akalarimiz kimki ehson qilib ko'rganlarni Alloh ziyoda qilsin. Alloh rozi bo'lsin. Allohim ishlaganlari olsin bo'lsin. Mana masjid olayotganimiz. Mana masjid olayotganimiz. Duo qilyaptilar. Mana duo qilinglar. O'zlarini haj, umra safarlariga Allohim o'zi yetkazsin, o'zi nasib qilsin. Bizlarga berganlarni Gold Lavashga kattagan rahmat aytamiz, xursand qilishdi. Gold Lavash bergan, sovg'a bergan aka-ukalarimizga hammalariga ming rahmat. Obro'lar mendan ham ziyoda bo'lsin. Berganlarni Xudo Alloh rozi bo'lsin o'zlaridan ham. Borganlar faqat umra, haj ziyoratlari.